1942 yılı 11. ayda Şimali Cungu Yöneliş Armiyasının yeniden tayinlangan qo'mondoni Okamura Shanshining sharqi janubiy rayonlariga qarta cho'ng tozalash ep berib, nishonni 8. armiyaning qo'mondonlik shtab organi va 8. armiyaning asosiy qo'shinini yo'qotishga qaratdi. Yaponiya armiyasi aeroplanlarning massasishi orqasida ko'p almashtirish, ko'p qatlam bo'yicha ish ko'rish, keng ko'lamda ishkirlab o'rinlashtirish orqali to'rni yig'ib tadrijiy ilgirlab aqtirib 8. armiyaning asosiy qo'shinining jonliq harakat qilishi va yo'tkilishini to'sishga urindi. Yo'ldoshlar, hammanglarning xabari bor. Alvastlar bazimizni qarta tozalash ep beryapti. Bu qitimqi tozalashda ahvol burunqidan chatoq bo'lishi mumkin. Meni deydiganim birla. Jahonda bo'skil bo'lmaydigan muasir yo'q. Mustaqil polkimiz uchun aytganda, men uni qorshoni bo'sishga emas, balki bir qitimliq hujum deb bilib, oldimizga dushmanga hujum qilish deb qarayman. Sizlar shunday yurak bormi yo'q? Bor! Esinglarda bo'lsin. Polkimizda bir odam qolgan taqdirdami davomli hujum qilamiz. O'lsakmi hujum qilayotgan yo'lda o'lishimiz lozim. Agar kim qo'rqqan bo'lsa, men hozir unga fursat beray. Darhol formasini silib, qurolni topshirib, fuqarolar bilan birga o'tkazsin mayli. Men hargiz undaqlarni xijil qilmayman. Shundaqlar bormi yo'q? Yo'q! Yaxshi. Hammanglar o'g'il bola ekansizlar. Qilichingizni bilib tayyor qilinglar. O'qni o'qdan qochilinglar. Granatlaringlarning pelkini taqib qo'yinglar. Mustaqil polkimizni yavtimiz deydigan alvastlarga tex undaq chiqqini yo'q. Vaqt qiz. Bo'ldi, mushunchalik so'zday. Endi jo siyosiy komissar safarbarlik so'zi qiladi. Yo'ldoshlar, meningmi ko'p gap qilg'im yo'q. Men faqat sizlarga qish kirgandan buyon alvastlar Xibeyning o'rta rayonlarida vahshiylar tozalash ep beryapti. Mushu rayondagi har qaysi qismlar dushmanlar bilan keskin jang qildi. Shuning bilan bir vaqtda dushmanlar yana Shanshining sharqi janubiy va g'arbiy shimol rayonlariga qarta tozalash elib bordi. Dushmanlar Shimoliy Jungu rayonida zo'r muasir chambarga hosil qilib, bizni biroqli yutib etmoqchi bo'lyapti. Mening haqiqiy ahvolni yo'ldoshlarni yo'shirib o'ltag'im yo'q. Biz ilgari bo'p boqmagan bir maydon qonliq kurashga duch kelmoqdamiz. Jangni ichinishlik bo'lishi, oramizga nurg'unlarimiz qurbon bo'lib ketishimiz mumkin. Demakchi bo'g'inim, mayli qanchalik ko'p qurbon bo'lib ketishimizdan qat'iy nazar cho'qim bardoshlik berishimiz kerak. Chunki biz degan har bir zimmamizga vatanni qo'g'dab tajovuzchilarga zarb berish burchi va mas'uliyati yuklangan. Acaba biz qurbon bo'lmay, yurtdoshlarimiz va qon qarindoshlarimizni qurbon qilishimiz kerakmi? Yo'q! Yo'q! Yo'ldoshlar, garchi dushman bizdan jiq bo'lsa-mu, lekin biz cho'qim dushmanlar bilan jonni tutib elishga jur'at qilib, ma'asirni bo'sib o'tishimiz kerak. Qo'rqmasdan g'olib keladi degan gap bor. Biz cho'qim mustaqil polkning jasoratini namoyon qilishimiz kerak. Mendan buyruq. Bütün polkchilarning rota va ezvotli birligiga asosda bo'linib dushmanlar qaytirma zarba berib, dushmanlarning qo'rshovini bo'sib, fuqarolarning bexatar yo'tkilishini qo'g'disin. Mustaqil polkchiga askarlar, jangga tayyorlaninglar.快，老姜，快点，老姜，快！快点！日军在飞机配合下，采取多梯队、多层次、大纵深的部署进行拉网，逐步搜索前进，企图迫使八路军主力部队难以机动和转移。冈村宁次要求驻进日第一军仔细研究八路军战法，革新自己的战术。驻进日第一军司令官小冢义男
奉命制定了针对性极强的 A 号作战计划。八路军各部被迫将内线部队化整为零，以排连为单位，与民兵群众相结合，开展地道战、交通战、麻雀战等，与之周旋。Mustaqil polishdagi askarlar, dushmanlarga hujum qilaylik! Askarlar, dushmanlarga hujum qilaylik! Urra!
Düşmanlarning atliq askarlarini yo'qtinglar. Birisimi to'rdan tushib qolmisin. On üçüncü piyade askerler birleşme ettirdik buyruk. Padişahlık yardımcı arminin 5. arlaşma brigadası derhal yolçukunu itip şu yerde bölünüp düşmanlarını yok etsin. Doktor yetkizgich qishimga kelsin! Hoca, qo'shin chekilib chiqdimi? Ko'p qismi bosib chiqdi. Yordamlar qolmadi. Lavli, biz bir chekilayli. Eg'ir pelmotni qado qilamiz. Düşmanlar qoldiruvchi bachaqni bitayli. Shundoq obdan eg'ir pelmot tursa, ko'zib qiymayotdi. Qo'shinimizda bo'lsa Qur'on degan hammani tepiladi. Derhal chekilayli. Yana düşmanlardan tortlatsak bo'ladi-ku. Mayli, uni patlatib bitayli. Tez chekilinglar, tez! Tez, chekilinglar! Askerler almaslarına koşalıp kaldı. Çata koptu. Arkamızga yanaydı. Batlık askerlerini taşlap koysak olmaydı. Laco, yana qanchalik adımımız kaldı. 1. batalyonun 3. rotası. Bunu kitab bilen bir hareket kılan. Ağalığın anısı büyük çıkıp gitti. 1. rota, ne bileyim yıla. Batlık askerler rotasını koşaldı kutuldurup çıkaydı. Yürü bula. Bula komandire, işini bulmazsız. Bula komandire. Kendini yarlandı dedi o. Bayıp tutmuş bir yıkılıp düştü. Qo'q dinimni aldınız, mantıksız ne? Meni o'lgan o'xshaydi o deb qag'amidingiz? Ko'ydiman. Men degan kim? Meni o'ldirish undan oson emas. Qo'shinni qaytadan tashkillanglar, keynimiz ganimiz. Mumkin bo'lmaydigandek turdi. Askarlarimiz bek az. Bay hücumga o'tganda ozg'inikan bir izot odamimiz yaralandi. Yana hücumga o'tsak hamma odamimizdan ayrilib qolishimiz mumkin. Uning ustiga hücum qilgan bilan beka. Qarang, dushmanlarning otliq askarlari birlashma atrofchilik kelayotgan. Askarlarni yana bunda qaramlik qilishga majburlasak bo'lmaydi. Darhol chekinaylik. Nojo, otliq askarlar rotasini tashlab ketsak bo'lmaydi. Mustaqil bo'lakning unda odati yo'q. Lavli, Meni yo'langlar. Lavli, og'rib qolgandek turibsiz. Men saq. Olvastılar ikki tarafimizda harakat qilyapti. Poli komandanini ko'taringlar. Arqa atraf, oldingi atraf o'zgartirib tut. Yaxshilanglar. Nojo, otliq askarlar rotasini tashlab ketsak bo'lmaydi. Yo'ldoshlar, mendan buyruq. Chekininglar.
Rot komandiri! Korşanlı kaldım! Hiç kişi yok. Düşmanlarının artık askerlerini tutup durduk. Polk komandiri bilen siyasi komiser özü çıkıp gitti. Alga! Komandir! Okum tügüdü! Nima? Meni ama okum tügüdü! Sizlarni ama okumlar tügüdü mü? Bizni ama tügüdü komandir! Polkoning janoblari, dushman o'zini o'ldiruvli shaklda hujum qildigan bo'ldi. Kiralashma jang baturlikqa muhtoj. Bu Jungo qismlari nihoyatda jigarlik askarlar ekan. Birodarlar, qurolinglarni tashlab, qilichinglarni qo'linglarga ilinglar. Qilichinglarni chiqaringlar. Askerler! Askerler! Buyurun! Düşmanlarga hücum kılınlar! Hücum katıllar! Askerler! Devamlı hücum kuytular! Hücum kuytular! Askerler! Hurra! Çataylı! Mendin, buyruk.
Düşman askarlari muvofiq dafn qilinsin. Ular aslida jigarlik baturlardan kan. Yo'ldoshlar, o'rninglarni demilinglar. Rot komandiri. Ha! Qaravul o'rinlashtiringlar. Intayin paqas bo'linglar. Dushmanlarning birini ishtinkidimda o'tkir. Hop! Ishkinglar, men. Hojo, ahvolingiz qandaroq? Birdam aram elib olaylik. Lavli. Biz turayotgan bu kentning ismi Shinjon kenti. Vay Qo'rshovni bosib chiqqan kentning ismi Vivan kenti. Ikki kentning orlig'i 10 necha chaqirimli keladi ekan. Dushmanlarning tozlig'ich qismlari tek Shinjon kentiga kelmadi. Lekin meningcha 1-2 soatdan keyin kelishi mumkin. Endi qanday qilamiz? Hojo, o'tchop yig'adigan tirnini ko'rganmidingiz? Alvastlarning tozlig'ich qismlarini xuddi tirniga o'xshatsak, bizning hozirgi o'rnimizda tirnining ikki tishini oraliqqa o'xshatish mumkin. Agar hozir Shinjondan ayrilsak, ularning tishig'il to'g'ri kelib qolamiz. Oldimiz tuzlanlik, tog' bilan bo'g'a oraliqimiz oran 20 chaqirimli keladi. Qo'shonimiz agar kunduzda tuzlandan o'tsa, o'zini o'limga tutib bergan bilan barobar. Meningcha, avval puhralarni tarqoqlashtiraylik. Biz shu joyda mudofaa turib, qarong'i tushganda Qo'rshovdan bosib chiqib ketaylik. Muasirdan bosib chiqsaqlar 2 soat ichida tog'arsiq kirib ketalaymiz. Fikringizga qo'shilaman. Lekin hozir ba askarimiz bir rotig'im yetmaydi. Qarang'i tushkish bardoshlik bera olamizmi? Qat'iy bardoshlik berishimiz kerak. Undan boshqa yo'l yo'q. Ma'qul. Biz bo'linib o'rlashtiraylik. Polk komandiri, agar dushmanlar kelmay qolsa, bekor avar bo'lamizmi? Kelmasa tex yaxshi. Meni bu jangni qilishga xushtar deb qoldingmi? Sana deb qo'yay. Bundaq mudofaa jangi eng mazasiz bo'ladi. Xalqning mushiya kelib biz bilan jang qilishini saqlaydigan gap. Mustaqil polk azaldan hujumga ahamiyat berib kelgan. Diviziya komandirimi eng yaxshi mudofaa hujumga o'tish degan edi. Buni nima istasiz? Birdamdan keyin dushmanlar aqib oldirib kelganda, ular qaytarib hujum qilsak bo'ladi-ku. Bo'lmaydi. Bugun bo'lmaydi. Kallangni ishiltib boqmamsan. Hadislar hujum qilavergili bo'lmaydi. Hozir askarimiz bir rotig'mi yetmaydi. Qarang'i tushkicha bardoshlik berishimiz kerak. Kuchimiz yetmagandan keyin zo'mizo urush qilsak bo'lmaydi. Kuchimizni hisobli ishlatishimiz lozim. Mustaqil polkning usubi o'zgardi. Har qanday ish bo'lsa akibdan chiqishga ruxsat yo'q. Dushman yiroqda bo'lsa miltiq bilan otimiz, yaqin kelsa granat tashlaymiz. Men bir tal chekib olay. Egla. Men bir tal chekib olay, ha. Çekmekçi bo'lganlar o'shira tutinglar. Polk komandiri, bugun ajab hozir chekib qopsiz-ku. Burun yo'lgab chekatdingiz. Amal yo'q, tugab ketdi emasmi? Burun tamakimiz tugab ketsa, yo'l bo'yida mo'kib turib bir amal qilatdik. Hozir undaq qilib bo'lmaydi. Alvaslar kaynimizdan qo'g'lab yurib tozlayotdi. Amal bo'lmagandan keyin mushuni bo'lsam chekib turmamdik. Polk komandiri, birdamdan keyin alvaslar kelganda, men amal qilib sizga tamak deb berman. Po'chilik qilib ketganingni qara, qanday amal qilmoqchisan? Alvaslardan tamak so'ramsan? Alvaslarni bosh qo'yib etib, aqib oldirib kelganda o'ltirsam, tamak o'zligidan keladi emasmi? Qo'liqingni paxta qilib o'xshamamsan. Men tex helali aqibdan chiqishga ruxsat yo'q degan tursam, gapim u qo'liqingdan kirib, bu qo'liqingdan chiqib ketdimi? Heli bu oda emas. Men alvaslar tamakini o'z oldimizga akirib basimi olmasak, bu heliqidak. Ala, ishki sho'rib ol. Polk komandiri, alvaslar nimanda g'aldirishda kenimizga kirib oladi. Bizga nimanda odam bermaydi. Uzun safardagi ahvol bundan nacharmidi? O'xshamaydi. Hozir garchi alvaslar topib kelgan bo'lsa-mu, lekin bu degan tayanch baza. Ommaviy asosimiz bor. Fuqarolar bizga yordam berdi. Uzun safarda ahvol bunga o'xshamaydi. Janjashining necha 100 ming kishilik qo'shini aeroplanlarini ishga solib oldi, keyni tarafdan bizga hujum qiladi.
Qismlar o'tgan yerda ommaviy asos yo'q bo'lg'achqa fuqarolar bizga yordam bermaydi. U chog' hozirgidan jiq mushkul edi. Polk komandiri, bizga uzun safar to'liq so'zlab bering. Anlig'inglar bormi? Bor. Bor. Ha, hikoya anglaymish. Tushakyapsizlar. Eliqi maddalar, nag'r sunaychilarning bekorga haqsiz ishligini ko'rganmitinglar? Ha? Bekorga so'zlamayman. Sizlarga shuni deb qo'yay. Birdamdan keyin olvastlar kelganda toza challab etinglar. Bir odam oz degandimi 10 olvastini yo'qotish kerak. Aldinglarmi? Anladik. Polk komandiri, o'tdan qarab turing, ha? Chataq yo'q. Men 20 ni o'ltirman. Esimda qilishicha, Zangzola rayonidan o'tadigan chog'da texi Shizanga kirmay turiblar. Yuqoridan qismlar milliy siyosatni ijro qilsin. Tilisa til, urs qo'l yondirmasin. Kimdi-kim intizom qilib qissa etib tashlandi deb buyruq tushgan edi. Ayni chog'da bizni xuddi yangi kelinchakdek yavash edik. Hech qanday ish termay, beshimizni ishimizga tiqib oldiga ma'atdik. Lekin unda qilsaqmi bo'lmadi. Bir tog'ning oldiga kelganda bizni zodi o'tkili qo'ymadi. To'li yolurib, hatto ta'zim qilg'idek bo'lib ketdik. Lekin haq bizning tilimizni bilmagachga bizni jangga chaqirayotgan o'xshaydi deb qopdi. U Zangzolani bo'sh emaskan. Qo'liga o'qiyalarini elib, birodarlarimizni xuddi to'shqon o'lgandek etib ketdi. Bir o'q beshimning tuvidan vijildab o'tib ketgan edi. Qo'limga pelmotni elib toza bir atay degan edim. Lekin siyosiy komissar menga chin esli bilib, "Lavli, jiningizdan to'ydingizmi? Bunda qilsangiz cho'ng ish terisiz. Yuqoridan surishtirib qolsa, ishkilimizdan qalus ketmandi" dedi. 就要追查下来，那你我的脑袋都得搬家。报！报，团长！ Doklad! Doklad! Doklad, polk komandiri. Kentning sharq shimol tarafida Yaponiyaning otliq askarlarini bayqadik. Oxir ketdi-da. Jangga tayyorlaninglar. Bu kent jimjit, qop-quruq turdi. Odam bodek emas. Fuqarolarning hammasi qechib ketgan. O'xshamamda. Boshliq. Burun tuzgan planga asosan bu kentni texi axtirmadik. Lekin meningcha bu yer 8-armiyaning qo'shini bo'lishi natay. Nemishqa undaq deysiz? Bu bir yalnız kentken, kayni tarafi tuzlanlıkken, harbiy ishlar nuqtasidan qaraganda mudofaada turg'uchi qo'rshovda qasila bas kelmas joyga aylandi. Muasirni bosib chiqish mumkinchiligi intayin az bo'ladi. Mening qarshimmo siznikiga o'xshash. Bunda qattiq tozlashdan keyinmi 8-armiyaning parcha qo'shinlarining tashkilli qarshilik ko'rsatilishiga ishonmayman. Ular hozir qanday qechish masalasini eng avval obdan o'ylanish kerak. Olg'a! Köydіңlarmi? Obdan atыңlar. Bu alvaslarını ata-anası bekip çoğun qılgan. Ularmı adam? Ularning bedenini o'q teshib o'talaydi. Samuray olsun bo'pti. Akan qarag'aymi samurayni yo'qotmoqchi edi. O'q tejashga diqqat qilinglar. O'qni nishonga tekkizmaslikka ruxsat yo'q.
Düşmanlarni bir pay o'qdilar, yer tushuntish kerak. Ziyan tatqandan keyin qo'rshashadiq yetdi-da. Hoca, bu yana ahval qandaroq? Kentning eg'izida hali yomon emas jang qildik. 60 necha olvasining aymisini yo'qotdik. Uning ichida bir polkovnikim bor. Lavli. Olvaslarning topchi askarlar ba'siz qo'yatdi. Sizningcha orlig'imiz qanchalik kela? $500 metr kelamiki. Qanday qilmoqchisiz? Siz bilan bog'lishay deyman. Lavli, sizningcha 500 metr orliqda avgranamiyat qurashtirayotgan olvasni miltiq bilan ujuqtirg'ili bo'ladi. Ishonamsiz? Tas, orlig'i bek yiroq. Nimalardan bog'lishimiz? Agar men tek güzelsem, siz bir oygacha araqishmaysiz. Tek güzelmisiniz-chi? Bir oygacha qolgancha issingiz mayli. Hergiz aralashmayman. Lekin mening da'vat qilib mutlaq bexatar joyga borgandan keyingi gap, ha? Ma'qul, qo'shildim. Shavon, miltiqni mangda. Hoca, bundaq yiroq orliqda o'q yoychilab mangdi. Hoca, obda attınız. Bir ay haraq taşladığım buldum da. Baş shtab bilan yana aloqalashib bo'lmayotamdi. Baş shtab apparatni yetib etgeli 2 kun bo'ldi. Hozirgacha hech xabari yo'q. Biz chaqirishni to'xtatmadik. Baş shtab bilan aloqalashaldinglarmi? Yo'q. Javob yo'q. Men baş shtabdagi boshliqlarning bexatarligidan ansirayapman. Ularning yanida askarmi az. Agar ko'plak dushmanga uchrab qolsa, ahvol xatarlik bo'ladi. Ansirmasizmi bo'ladi? Baş shtabdagilar balkim hozir yo'lda bo'lgan bo'lsa, radiogrammani ochmagan bo'lishi mumkin. Boshliqning beshidan bundaq bo'ron chapqinlar ko'p o'tgan. Ishonamanki, bu qitimni qo'rshovdan bexatar chiqa oladi. Baş shtab bilan to'xtamay aloqalashib, ularni chaqirayman. Xo'p, ahvol bosman xabar qilinglar. Tez. Derhal şimal türetki uyga kiringlar. Tez bo'linglar. Qanday bo'ldi? Tezroq qarashtiringlar. Choli, amal qilib Shimol byurosi va partiya maktabi bilan tezroq aloqalashinglar. Boshliq, Baş shtab qarashdi qo'shin va shimoliy idora organi qo'rshovdan bosib chiqalabdimi? chiqibdi. Ziyanni ancha chong emas. Lekin bu dushmanlarning birinchi muasir chambriki. Ahvol davomli nacharlashyotdi. Atrofimizda oz degandimi 3 rat qamalligimiz bor. Meningcha dahshatli jang bo'lishi mumkin. Derhal radiogrammani qurashtirib, har darajali qo'mondonlik shtablari bilan aloqalashib, ularning ahvolini so'rab taqinglar. Hozirlik qarashtirib bo'ladi. Qani bu yoqqa. Brigad komandiri, baş shtab bilan aloqalasha oldik. Qani deyma, baş shtab boshlig'i bosib chiqdimi? Baş shtab organdagilar biz birinchi muasirni bosib chiqdik. Yo'ldoshlar xotirjam bo'lsin, sizdan baş shtab bilan aloqalashinglar dedi. Yaxshi. Derhal telegram yo'lla. Baş shtab boshlig'i qismimiz muasirdan bo'linib bosib chiqyapti. General, axborot xabar texniki bölümimiz arka-arkadan telefon ve radiogramma signali taqdivatgan merkezini bayqapdı. Axborot tarmoqlarining qarashicha, o ihtimal düşman armiyasining bosh shtabi bo'lishi mumkin ekan.
Xaritadan ularning o'rnini darhol aniqlab chiqinglar. Hop. Mana o'sha. Lavshan Noysi harakati nima degan chaqqan? Birinchi Masir chambergining qamiridan o'sib chiqibdi. Yana tex radiogramma ishlatishga petinibdi. General, ular bizning signal yo'nalishini bekitadigan eng yangi texnik ishlatganimizni bilmaydi. Telegrammani eshitdinglarmi? Yo'q, texay yeshammidiq. Ular yaqinda shifrni yana o'zgartibdi. Baliq birinchi diviziyaga buyruq yetkazilsin. Padişah armiyasının 2. diviziyasiga moslashib, Lavshan Noyisining Nan'ay bozorini darhol Masirga olsin. Birma odamni qochirib qo'yishga ruxsat yo'q. Dayı, yana qanchta o'qin qoldi? 10 nechta tugadib qoldi. O'lgan alvaslarning o'qini amal qilib qo'yib tushirsak bo'ladi. Ma'qul. Amsa alvaslar yaqinroq kelganda atayli. Yurdi. Meni muhofizat qilinglar, men chiqay. Ma'qul. Başlık! Tanrıot komandiri, qaytib kelsen o. Sizlerini baştabın qoğdaş aratken o. Kimsini qaytib gelsin dedi? Ha? Kim gelsin dedi? Baştab qarashliq qismlar düşmələrini muhasirəsindən bösüb çıxdı. Baş komandan bana sizin elib bərən ülkəşki buyurdu. Hazırçı olmaydı o. Dal armiya siyasi bölümü, arqısat bölümü, Şimali Büro Partiya məktubu, Şinhua gizlixanası örgünlüklərdən olub, neçimin adam tex çekinib olanmadı. Ondan başqa, məxfi işlər bölümüdeki və hüccət təsdiq qilish bölümüdeki yoldaşlar tex kelmedi. O mühim hüccətlə düşmələrini qolu uçub qalğalı bolsa, ağıdını təsəvvür qilish təs. Tanrıot komandiri, buyruq, Şimali Büro Partiya məktubu və Şinhua gizlixanası örgünlükü məmuri xizmətçilər aval çekilsin. Mən arqınlardan yetib barman. Başlayaq, avalsız çekina, mən otur ətrafki əskerlərdən baray. Tanrıot komandiri, buyruq icra qıl. Hop, mağaylı. Yoldaşlar, tez çekileyin! Tez bulunlar, tez! Tez! Bergan komandiri, baş ştabdan signal yana üzülüp kaldı. Ciddi ahval görünge akşaydı. Davamlıq çakır. Bergan komandiri! Toklat, Bergan komandiri! Düşmanlarının alt askeri yana bizni koşağı atıdı. Derhal başka jağı ötkürüm. Texi emri muhasırını bösüp çıkıp, uzun ötmey yana muhasırga aptı. Onağa mükönüp kaldık. Yani bösüp çıksaklı boludu o. Askerlik buyruq, derhal ötkelsin. Hop! Düşmanlarının burnu acep sez görken ha. Yoldaşlar! Tez bulunlar! Çapla yetişmiyorlar! Tez bulunlar! Tez! Tez bulunlar! Yetişmiyorlar! Tez! Tez bulunlar! Tez yetişmiyorlar!
Başlık! Gidelim! Gidelim! Başlık! Başlık. Yoklığımız olsa. İşçimizge açık iş deyivermeyin. Yoklığıyım.